Turkiya unasiz, qozolar bor. Bora qiyshayib boradi. Menga qarang, ozgina yordam bering, menga vrachchi mana shunda o'shavolaring deyman. Shu darajada shuncha vaqt o'tib, bu ishimni qilishni boshladim, xabaringlar bor. Bundan keyin menda ishonch yo'q. Men Turk Eko, кто у нас еще есть? Turkiya unasiz, qozolar bor. Men unaqa narsalarga ishonmayman. Men bilan ko'plar ishlagisi keladi. Ayniqsa Eko markazlar men ishlamayman. Sababi menga yoqmaydi stimulyatsiyasi gormonalniy fonda bo'lgani uchun. Menga rostdan yoqmaydi. Men bu yerda o'lib, qutulib gormondan chiqaraman. Hammani kimdir ganada turibdi o'tirgan bo'ladi. Po 8 yil, 8 yillab o'tirishadi. Menga yoqmaydi unaqa narsalar. O'zimga shunaqa vrach topdim. Belarus fuqarosi. Bugun reklamasini qilmoqchi emasman, lekin 1 yildan beri shu vrach bilan ishlayapman. Nimaga aynan shu bilan? Bu meni qilayotgan ishimni hayronlik bilan bundoq qaradi-da. Qanaqasiga san tuxumda kletka olib chiqyapsan? Men spokойно yo'q kletkalarni sandan keyin bor bo'lib chiqyapti-ku. Men spokойно ekoga ola olaman. Kletkasi bo'lmasa mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas deyapti-da. Lekin bor u holatlar ham. Umuman kletka chiqmaydigan holatlar ham bor. Tuxumi normal, объёми katta. Yo'q, unaqa holatlar ham uchrab turadi, lekin это очень редко. Misol uchun 10 tadan 2 tasi uchraydi bunaqa holatga. Bu bilan ham men sporlashmayman. Bu holatlar ham bo'ladi, lekin ko'proq holatimizni biz kletka ishlab chiqara olamiz. Kletkani biriktiruvchi to'qimani hisobiga, ya'ni oqsillik hisobiga обновление bilan boshqatdan funksiyasini boshlasa bo'ladi. Shu ishimdan keyin bu ishimni kimga Mandan keyin bemorlar endi ularni по-любому ekoga tayyorlayman-ku. Shuni tushunib qoldim-ku, ularni ekoga tayyorlayman. Menga vrach kerak. Men o'zimga vrach topdim. O'sha vrachga endi hamma paralar shu vrachga boradi. Sababi bu vrach hech qachon bizani O'rta Osiyoda yashaymiz. Men ko'p aytganman bu narsani. Bizga по-любому yotgan bo'ladi. Po-любому yotgan bo'ladi. Yozda o'zimni shunaqa qilib qo'yishdi. Yodamarin berib qo'yishdi deyman-ki, men 5-kuni endokrinologiyadan analizimni ko'rmasdan shu darajada analizimni ko'rmasdan 5 kunga, to'g'rimi? 5 kunga meni reanimatsiyaga tushirib qo'ydi. Prosta tiroksinni ko'rmaganim uchun. Men ishonamanmi endokrinologlarga? Yo'q, yana boshqatdan gapiraman. Imенно kim uchundir emas, men prosta endokrinologiyaga ishonmayman. Bor narsadir, lekin odam gormonini o'zi boshqarish kerak. Shundan keyin 5-kuni reanimatsiyaga tushdim. Haligacha mana 6-8 oy qo'l oyoqlarim. Menda yodizm bo'ldi. Yodizm bu yomon narsa. Yodni ko'payib ketishi, ayib bo'lib ketdi bo'qog'im. Bu narsani boshqatdan chuqur o'rganib chiqdim. Endi kelgan bemorlarga umuman men еще больше qarshi chiqishni boshladim. Gormon hech narsa o'zgartirib bermaydi. Gormon hech qachon on не лечит-da. Также erkaklarda ham xuddi shunaqa stimulyatsiya gormonальная erkaklarda это все равно в больших случаях это приводит к онкологии. Правильно я говорю? Вот. Это приводит к онкологии olib keladi. Shuning uchun мой врач, вот, мы вместе работаем. Мой врачim именно стимуляцияni гормональный фонда усиленно, нет, он так не делает. Me'yorda qiladi. Ozgina bilan stimulyatsiya qilib, keyin уже keyin yolg'onchi emas, bessagon emas, chisala emas, sizlarni aldab turib, ani pulinglarni olib tashlab bunaqa narsalar qilmaydi. Shunisi ham bor. Xudo xolasa murojaat qilsanglar, hamma biladi, o'tkayotganlar sразу unga yo'naltirishimman. Hozir endi mendan keyingi gapni shu vrachim gapiradi. Hurmatli erkaklar, boringlarga shukr. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik kelasizlar, murojaat bilan chiqyapsizlar. Menga u piraniyani, menda kasalligiga qaraganda qaramanglar. Xuddi shunaqa. Как я вам объясняла, varikotsel это sosudистый holatligini, varikotsellarni связывать qilib berganman. Ulab berganman. Varikotsella bilan gemoroyi men sosudistiyni sizlarga я вам об этом говорила. Gapirib o'tib ketganman men bu narsani. Также sizlar murojaat qilyapsizlar piraniya bilan. Piraniya uzoqdan yoshlikdan noto'g'ri qilingan yoki слишком chuqurroq kesilgan sunnatdan kelib chiqadi. Uzdechkani prosta kalta kesib qo'yganidan kaltalashib qoladi. Kaltalashib qolgandan keyin golovkani tegini kesganda kaltalashib qolgandan keyin bora qiyshayib boradi. Bu shu narsani tushunib olinglar. Bu piraniya kasallik emas, tushundinglar? Uni har xil joydan operatsiya qilib ko'rib kelishdi-ku, misol uchun. Buyog'idan operatsiya qilganda buyog'ini teshib qo'ygan. Unaqa narsalar qilmanglar. Qilmanglar unaqa narsalar, foydasi yo'q. Просто вы тупо shilo namila qilasizlar. Bitta buzib qo'ygan eshiklarni ikkita buzib qo'yasizlar, siz tamom. Boshqa narsa bo'lmaydi u yerda. Piraniya holatni nima qilsa bo'ladi? Hech narsa qilib bo'lmaydi u holatda. Uni faqat
rubetsi yumshatsa bo'ladi. Rubetsi to'qimani u shramku, rubetsi to'qimani yengillash bilan 3-4 ta muolaja bilan shunday tekisib qo'ysa bo'ladi. Realniy narsa bu. Ular kelganida piraniyani deb kelganida ular общий olishadi. Ular общий protokol lecheniya olishadi-ku. Bizda bitta yo'nalish emas-ku. Biz bitta paketga tiqib qo'yganmiz-ku bu yo'nalishni, to'g'rimi? Har doim aytaman, agar sizlar xohlasanglar, alohida har bitta narsani lecheniya, пожалуйста, 80 ming, 70 mingdan har bitta 19 ta narsani, 20 bitta narsani alohida 100 mingdan, 50 mingdan analizini topshiringlar, analizinglar ishi bo'lishi ko'payib chiqib ketadi. Men laboratoriyani ham gapirib o'tib ketmoqchiman. Laboratoriyaga alohida temani gapirib o'tib ketaman. Meni umuman laboratoriya bilan hech qanaqa dushmanlik tomonim yo'q, do'stlik tomonim ham yo'q. Lekin vrachlar 30 ta, 20 ta gormonni topshiraverasizlar, 20 ayollarniki gormon 28 kunda o'zgarib ketaveradi. Misol uchun bugun meni kayfiyatim buzsa, menda endorfin uxlavoradi, все его не будет, tushunasizlarmi? Gormonni o'zingizlar nazorat qilsanglar, mana oddiy narsa, просто primer qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Ojizani yoqib olsanglar bo'ladi. Mana qarang, ozgina yordam bering menga mana. Bu ojizani yoqib olsanglar, bu чисто estradiol bo'lib gaplashasizlar. Testosteron bo'lib gaplashish, u mana menga o'xshab shaddod gaplashishinglar. Gormonni demoqchimanki, bu gapim bilan o'zingizlar nazorat qilishinglar kerak-da. Uni kimdir yordamchi, kimdirlar nazorat qilmaydi u narsani. O'shaning uchun topshirayotganinglarda har doim bittagina aytdi gipotireozda buni TTGsini past baland bo'layotganini tekshirib turish kerak buni sistemni. Lekin qolgan narsalar emas. Или же eko paytida qilayotganinglarda stimulyatsiya paytida 4 kun 5 kun ozgincha stimulyatsiyaga tabletирование qilib berishadi. To unaqa strashniy gormonlar emas. Mana shu imенно meni vrachim imенно shunaqa 4 kun 5 kun stimulyatsiya bilan сразу paralani programmaga oladi. Ya'ni 3 oy, 6 oylab такого нету. Shuning uchun imенно shu vrach tanlaganman. Demoqchimanki, laboratoriyada shunaqa vrachga murojaat qilinglar, imенно biokimiyani biladigan, analizni o'qiydigan. Men misol uchun 3 ta analiz bilan bilasizlar, meni ko'rayotganlar, bu yerga ko'plar kelgan, bu yerga Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga ham ko'plar boradi, u yerda ham klinikamiz bor, ko'plar murojaat qiladi. Men har doim aytaman, 3 tagina analiz bilan ko'p narsani o'qib biladigan vrachchi mana shunday savollarning deyman. Mana shunday savollar. Sababi oddiy цветной показатель o'zi, oddiy biokimия. O'shani o'zidan oddiy gematokritni o'zidan полный analiz spektrini o'qib bera oladigan vrachga murojaat qilinglar. Kerak emas, men marketing, laboratoriyalarning zo'ri yo'q. Yo'q zo'ri laboratoriyalarning. Mana misol uchun necha oydan beri spermani tekshirib bera olmaydi. Oxiri qanaqa qilyapmiz? Embriolog tekshiryapti. У тебя, да, эмбриолог у нас проверяет уже сперму. 8 oydan beri уже embriolog tekshiradi. Chunki laboratoriyada laborant tekshiradi. A embriolog u vrach bo'ladi. Именно spermani tekshiradi. 9 yildan beri bolasi yo'q. Antibiotik bilan gribokka lecheniya qilib bo'lmaydi. По-любому sigir bo'lib bolaga o'tkazasizlar buni. Buni ham qo'yib yuborur mana shu gaplarimni. Xohlasangiz qilib qo'yganda bilasiz, o'shaning uchun shunaqa qiladi-da. Uxlamaylar sperma bilan. Ustiga 2 qat bo'lib qolgan qizlar bor. U nima bo'ladi keyin uni ichida?